Xo'sh, xayrli kech. Sizlar bilan salat tayyorlaymiz. Ana kuni reklama qilgan salat idishim bu. Mana ko'rib turganingizdek, hamma unaqa zelinlarim svejiy bo'lib turibdi. Mana ruklalari. Правильный питание bo'yicha menja unaqa qattiq kirishmayman правильный питание qilishga. Chunki ozgina kechki payti kunduz kuni xohlagan narsamni yeyman, kechki payti mana shunaqa yengil hazm bo'ladigan salat yeb qo'yaman. Non yemasanglar tez ozasizlar. Men odatda non, kartoshka yemayman. Hozirgi kunda mana shunaqa menga o'xshaganlarni relslari yaxshi ketayotgan ekan. Montaj professional, montajda emas, tabiiy. To'kilib ketdi. Xo'p, keyin avokado solamiz. Avokadoni ham ko'p emas, ozroq solsam bo'ladi. Negadir qo'shig'im qilolmayman. Bu aniqam nima deydi, qovoqni urug'i, bu ham полезно. Mana bunaqa ko'ryaptim. Dav qilasizlar. Dochib bu boshqa kiyadigan emas yoki nima emas, oyoqqa kiyadigan emas, mevalarga, nimalarga kiyadigan. Yo'q, qo'ysangiz yomon bo'lib qolmaydi xalatingizda. Sevaman. Shirin qo'shamiz, shu shirin xumorini bosish kerak. Bunaqa o'rik solsanglar bo'ladi. Bu ham rosa полезно. Aniqqa sliva, voy. Ana sos qo'shamiz. Boshqa sosni qo'shsanglar ham bo'ladi. Garchi pirshovat qilib yozganlar, gazim yoqib oldim. O'zim yoqdim, o'zim. Qoyilmisizlar? Gazchini vaqti yo'q ekan.